2001-yilda eng navorot mashinalardan bo'lgan BMWni ko'rsatdingmi? Qaysi mashinada hozir shunaqa navorot bor? Lekin o'sha paytda bunaqa navorot faqat BMWda bo'lgan. Eshiklarni qaranglar. Eshiklar prisoskalari bor. Mashinaning ichi, salonni bitta ko'ringlar, nima deyapti 2001-yilga. Mashina bor-ku, kalitini qaranglar, chipli. Mana bu yerga tiqasizlar, start stop. Bot elektronli monitor, joystick ishlaydi, tablolarning ichi ham monitor, sedanlar navorotini qaranglar, mana qaranglar. Podgaloniylarigacha elektronli. Mana bu yerda podushkalari bor, lamashi spina sideni, massaj, abagrev, abduf bor. Mana bu bakoylar alohida yopiladi. Mana bu qaranglar. Batonchiklarigacha bor. Pastdaganlik isitadi, sovutadi. Mana bu yerda uzun telefonlari ham bor, BMW telefonlari. Ko'rasizlar? 2001-yil mashina mana. Mana bu telefon qiladiganlari bor. Skorostilar mana bu yerda joystick orqali hamda quriladi. Vahshiy gap bo'lishi mumkin emas. Elektronli ruchnoylar, faralar avtomatik yonadi, dvorniklar avtomatik ishlaydi. 4 toyni avto aerobaglardan vahshiy muammo yo'q. Hamma yoqda mana pardalarni qaranglar. Elektronli, yo'q tarafini ham bu yerdan ishlatsa bo'ladi mana. Ko'rasizlar? Mana podgalonilar ham elektronli, abagrevlar bor, pastdaganliklar bor, orqa pardalar bor. Bagajlarigacha elektronli. Qaysi mashinada hozir shunaqa navorot bor? Qaranglar, 2001-yil menimcha faqat BMWda bo'lgan. Mana yopilishlari ham elektronli.